yashab qolish. Yashab qolish uchun bola dunyoni hislar orqali o'rganadi. Qanaqa? Oshqozoningizda og'riq bo'ladi, og'zingizdan nimadir kiradi, programma yoziladi. Og'zimdan nimadir kirsa o'lib qolmas ekanman. Dunyoni ikkiga bo'lib oldi. Og'riq, lazzat. Nega lazzatga bo'lib oldi? Chunki emgan paytda bola erigan, iliq narsani his qiladi-da. Bu programma boshga qanaqa yoziladi? Og'riqdan butun umr qochishim kerak, lazzatga qarab yursam, hayotimni saqlab qolar ekanman. 6 yoshgacha bo'lgan davri yashab qolishini ta'minlash, dunyoni o'rganishga ketadi. Og'riqdan qochib, lazzatga yurish. Bu davrda har bir bolaning ehtiyoji bo'ladi. Aytaylik, 1,5 yoshgacha bolaning ehtiyoji bu mehr ko'rish. Mana ssenariylar yozishni boshlayapti. Mehr ko'rish yoki bo'lmasam taktil aloqa xavfsizlik bo'ladi. Taktil aloqa bilan xavfsizligi ta'minlanmagan bola o'sha bitta travma bilan qolib ketadi. Butun umr ba'zi mana boshini ichida formula qoladi. Ba'zi mehr yetishmovchiligi va har doim hammadan mehr kutadi. Buni mana bu joyda ko'krak qafasini o'rtasida qisilish bo'ladi. Uyingizda problema bo'lganda ichingizda ko'krak qafasingizda qisilish, loyiqmaslik hissi bor, hammada bo'ladi bu. Bu ham miyada bitta travma oldinglar, ham qalb deyiladi, o'zi вообще tanada shuni отраженияsi bo'ladi. Chunki boya aytdim, oshqozonda tanada his qiladi, miya yozib oladi. Tanada his qiladi. Masalan, aytaylik, boshini urib oldi mantiga. Tanasida his qildi, og'riq kirdi. Mana bu yer xavfliga o'xshagan narsa. Bo'ldi. Miya bola boshqa narsani bilmaydi. Mana bu yer xavfli ekan, yeb ko'rmaguncha bilmaydi. Buni chustvalar, og'riq, qo'rquv, o'zi umuman faqat qo'rquv, og'riq bilan qo'rquv bitta narsa. Bitta yegandan keyin keyingi safar kelsa qo'rqadi mana shu narsadan. Og'riq orqali yozishni boshlaydi va bu qo'rquv deyiladi. Xo'p, har bir hissiyotni mana shunday ehtiyojlarni, qondirilmagan ehtiyojlar mana bu yerida tanada his qiladi. Beshikda qolib ketdi bola deylik. 1,5 yoshgacha bo'lgan bolani beshikka belab ketdinglar. Beshikka belab ketdinglar. Beshikda o'zingizda qanaqa his bo'ladi? Tasavvur qiling. Qisilish keladi mantiqda. Bolada ham xuddi shunaqa qisilish keladi. O'sha paytda tervatishadi, bolani chalg'itishadi. Mana bu qisilishni bola bloklaydi va har doimgi mana bu yerda qisilish qolib ketadi bolada. Bu ham miyada qoladi. Miya buni yecha olmagandan keyin bloklayveradi. Bunaqa hissiyot. Aytaylik, bola yig'lamoqchi. 6 yoshgacha. O'chir ovozing deydi. Ana biz yig'i kelganda tiqilib qoladi tomog'imizga. O'sha tomoqda tiqilish butun umriga qolib ketadi. Sal bitta narsa bo'lsa tomog'ingizga tiqiliq kelaveradi, mamtiylarda. Menda shunaqa terapiyalar bo'lgan, mana 45-46 yoshli ayollar o'chir ovozingni, og'zingni yop degan-ku. Mana 2-3 oylik terapiyalardan keyin tomog'iga kamok tiqilib qoladi-da, 2-3 oy yuradi. Mashtumda bitta olma turibdi deydi. Qopda o'tiribdi deydi. Tasavvur qiling, anaqani tennisning мяч turibdi deb qo'yishadi. Mamtimda turibdi. O'sha og'riq ochiladi. Va bu og'riq sizda ba'ziga qolib ketgan. Beshga belashganda siz bunga chalg'igansiz, boshqa narsaga uxlab qolgansiz. Hozir mashq kelsa uxlab buni yopasiz, tipa. Lekin bu yo'q bo'lib ketmaydi. Buni hozir va shu yerda his qilmaslik uchun qatlaridadir yuribsiz.